Hozir men diktorlarga bitta yozgan yangi she'rimni beraman. To'ydan oldin agar iloji bo'lsa yodlab shu she'r bilan, shu so'zlarim bilan chiqsa demoqchiman. Xolashsa. Mahallam mahalladirki, mahallalarning naqshi. Ko'ring qanday xizmat qilar, qo'shnilar yaxshi. Mahallang gar obod bo'lsa, obod demak yurting ham. Shunday ekan, o'ynab kuling, yurakda qolmasin g'am. Bugun to'ydir mahallada, qalblar zavqga to'ladi. Hali ko'rasiz davrada, rosa o'yin bo'ladi. Xudo xolasa, bu diktorlar uchun.